Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Sog'misizlar, salomatsizlar, xorijda yoki ukalar. Yaxshimisizlar? Bugun biz mana shu katayni yasovdik, shuni orqali qolgan kataylardan video qilib va qator tashlab qo'yaylik deb. Bu qushga yasaldik. Qush ham kalava deydimi, keyin kattaroq qush bor o'shanga. Uzunligi 2 metr, bo'yini 1.20 qildik, oyog'i 20 sm tashqari. Yonlari polni faner bo'ldi g'ajimasligi uchun. İçiga daraxt o'rnatdik, eshikni qildik. Tayini setga qildik axlat tushga tushish uchun. Mana daraxt qo'yilgan mana. Uzunligi mana shu 2 metr bo'ladi, endi 1 metr bo'ladi. Eshigi ham 1.50 cm. Kichkina eshik ham qilish niyatimiz bor, xudo xohlasa bunga. Qiziqqanlar bo'lsa, narxi 800 ming so'm. Undan keyin kecha bir akamiz hojatxona yasab bering dedi. Hojatxona yasadik. Uzunligi 1.20, eni 1.10, bo'yi 1.80, 1.2 metr. Kulon hisobiga. Hamma yo'q fanerdan bitgan. Mana yarısini endi ochiladi. Baquvvat zo'r chiqdi bu ham. Faner hamki birli fanerda qilinganda. Mana eshikni yopamiz hozir. Mana eshik ham yopib og'ziga holatda. Qiziqqanlar bo'lsa 1 million so'mdan shunaqa hojatxona tayyorlab berilyapti. Manzilimiz hozir har doimgidek Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshqo'rg'on Shabboda 108 93 536 0631 raqamimiz. Kaptarlarga bor 10 xonalik, keyin 18 xonalik kaptar uyalarimiz bor. Qiziqqanlarga qilib beraveramiz. Mana 10 xonaligimiz mana bunisi bo'ladi. 1.5 metrga eni 1 metr. 10 ta xonasi bor. İçide. Endi mana bunisi bor. Bunisi 700 ming so'm, bunisi 1.5 million so'm. Buni 18 ta xonasi bor. 1.5 ga 1.5, ichiga kirib odam bemalol ko'taradi. Uyalar solingan hamma yo'q bor. Qaraysiz mana. Mana pollari ham baquvvat. Uyalari ham 18 ta xona solingan. 15 ta pastda, tevada 3 ta. Poli baquvvat qo'nalar qo'yilgan, parkka qo'yilgan tomiga. Bunga qarshi eshigi ham kattagina, tevada portchalari ham bor. Qiziqqanlar bo'lsa. Buni aytdim endi. Endi anatda to'g'lar uchun. Uzunligi 1.70, eni 1, bo'yi ham 1 metr. 600 ming so'm. Endi narigisi uzunligi 1.20, yoni 80, bitta kurk tovuqqa mos. Narxi 400 ming so'm. Uning yonida brullerlar uchun. Brullerlar aka hozir qush uyasini o'zi faqat daraxt qo'yilmagan. Uning narxi 700 ming so'm. Tevadagi jo'ja katay 50-50, uzuni 1 metr. Narxi 200 ming so'm. Endi mana bu yerda endi yana bitta bor. Uzunligi 1.70, eni 75. Mana 600 ming so'm. Endi mana bu yerda uzunligi 3 metr bitta katayimiz bor. Eni 2 metr. 1.5 million so'm. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshqo'rg'on Shabboda 93 536 31. Sog' bo'la, salomat bo'ling.